Qo'qon shahrida kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov kommunal idoralar kun tartibidagi masalalar uchun mas'ul rahbarlar bilan muloqotda bo'lib, ijtimoiy obyektlarni kuzgi qishki mavsumga tayyorlash, yoqilg'i zaxirasini hozirdan yaratish, isitish tizimlarini ko'rikdan o'tkazib, mavjud muammo masalalarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, mutasaddilarga kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik shtabining samarali faoliyatini yo'lga qo'yish, favqulodda xizmatlar faoliyatini 24/7 rejimida uzluksiz faoliyatini ta'minlash yuzasidan ham topshiriqlar berildi. Mavsumni betalafot o'tkazish uchun shahrimizdagi barcha rahbarlar birdek mas'ullar, dedi shu jumladan Ma'rufjon Usmonov.